Yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun ayniqsa ular faoliyat boshlagan birinchi yilda qo'llab-quvvatlashni juda muhim deb o'ylayman va biz ko'makchi bo'lishimiz kerak. Birgina misol, oxirgi 3 yilda 17,5 ming korxona tashkil etilganiga 1 yil to'lmasdan tugatilgan. Masalan, 24-yil soliq, yong'in xavfsizligi, ekologiya, SES kabi nazorat organlari ochilganiga 1 yil ham bo'lmagan 1 mingga yaqin korxonada tekshiruv o'tkazgan. Ayniqsa Samarqandda, Qashqadaryoda, Xorazm, Jizzax viloyatlari mas'ullari yangi korxonalar bilan ishlashda eng orqada. 1 yilga bormay yopilgan korxonalar 44%. Bundan buyon tadbirkorlikka endi qadam qo'ygan tadbirkor uchun birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. Ya'ni ilk bor ma'muriy huquqbuzarlik qilgan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinib, kamchilikni bartaraf etish uchun unga imkoniyat beramiz. Bir so'z bilan aytganda, yangi ochilgan tadbirkorlar birinchi xato uchun javobgarlikdan sug'urtalangan bo'ladi. Hozirda barcha toifadagi tadbirkorga faoliyatini tugatish uchun bir xil talab belgilangan. Ya'ni kattami, kichikmi, hammasi moliyaviy auditdan o'tishga majbur. Oqibatda ixtiyoriy tugatishga ariza bergan 38 mingdan ziyod kichik korxona qachon tekshiruvchi kelib auditdan o'tkazishni kutib yuribdi. Masalan, bir nafar soliq tekshiruvchisiga 270 ta korxona to'g'ri kelyapti. Shu bois bu jarayon ham soddalashadi. Oxirgi 3 yillik oboroti 10 milliard so'mdan oshmagan, soliqdan qarzi bo'lmagan korxonalarni ixtiyoriy tugatishga tekshiruv o'tkazilmaydi. Barchangizga yaxshi ma'lum, 2028-yil 1-yanvarga qadar NDS va foyda solig'i stavkasini oshirmaslikni belgilab qo'ydik. Endi kichik va o'rta biznesga qo'shimcha talab va majburiyat yuklaydigan normativ hujjatlar qabul qilishga ham 3 yillik moratoriy e'lon qilamiz. Fermerlar uchun ham muhim yangilik bor. Soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmagani uchun shu paytgacha yig'ilib qolgan 1 trillion so'mlik penya o'ndirishdan voz kechamiz.